Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Andijon davlat pedagogika institutining axborot resurs markazi xizmat ko'rsatish bo'limi xodimlari bilan birgalikda kitobxonlik so'rovnomasini o'tkazamiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum. Biz kitobxonlik so'rovnomasini o'tkazayotgandik. Siz oxirgi marta o'qigan kitob? Men oxirgi marta o'qigan kitobim 200 do'st deb nomlanadi. Badiiy asar, hikoya. Unda ikkita do'st, ya'ni Jamshid bilan Anvarni hayotda bo'lgan qiyinchiliklari, keyinchalik bo'lgan sarguzashtlari haqida bafurcha yozilgan. Shu asarni Ushbu kitobni kitobxonlaringizga tavsiya qilasizmi? albatta tavsiya qilaman, olib o'qisin. Javobingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Biz kitobxonlik so'rovnomasini o'tkazayotgandik. Siz oxirgi marta o'qigan kitob qaysi? Said Ahmadni Qorako'z Majnun kitobini o'qib chiqdi. Qorako'z Majnun talabalarga tavsiya qilaman. Qorako'z Majnun asosan bitta yoshi kattaroq ayol bo'ladi. Bitta iti bo'ladi. Shu Qorako'z Majnun deb nomlanib oladi u itini. O'zini bolalariga e'tiborni rosa ko'p qaratgan bo'ladi u ayol. Bolalaridan ham ko'ra shu it unga vafo qiladi. O'sha kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Tarbiya jihatidan ham hamma taraflama juda yaxshi, tilab yoshlarga juda munosib kitob. O'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Javobingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Biz kitobxonlik so'rovnomasini o'tkazayotgandik. Siz oxirgi marta o'qigan kitob qaysi? Alaykum assalom avvalambor. Men o'qiyotgan oxirgi kitob bu Aziza Yusuf qizi, Tog'ning qizi nomli she'riy kitob. Bu hozirgi yangi shoira qizimiz. Bu birinchi kitob ekan. Bunda har xil qiziqarli, ma'noli, yuraklarga yuraklarni erituvchi she'rlari mujassam ekan. Sizlarga ham shu kitobni olib o'qishingizni tavsiya qilaman. Javobingiz uchun rahmat. Mana kuzatuvchilar, bizni axborot resurs markazidagi so'rovnomamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizchi, siz oxirgi marta qaysi kitobni mutolaa qildingiz? Javobingizni izohlarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.